Karimov, bugun aniq yutqizasiz. Nega mo'ljalni yaxshi ololmayapmanmi? Mo'ljalni-ku yaxshi olyapsiz, lekin undan keyingisiga turib bera olmayapsiz. O'zi shunaqa. Ota bo'lish oson, lekin odam bo'lish qiyin. Chunki siz keyingisida g'irrom qilyapsiz, sabr qilmayapsiz. Sabr qilsak, unutib olyapsiz. Aliment to'lash har oy ota ekanligingizni eslatuvchi signal. Temani menga aloqasi yo'q. Axir erkaklar deyapman. Ular erkak emas. Pulini to'lay olmayotgan bo'lsa, mehr ko'rsata olar, kelib bag'riga bosib otayman deya olar. Axir boshida mo'ljalni yaxshi olgandingiz. Erkak degani har doim ishi zo'r bo'ladi degani emas, ba'zilarining sharoiti yo'qdir. Qo'llarda Garmin soat-u, gapirayotgan gapingizni qarang. Axir uyingizga yolg'iz kelganmiz. Ikkita bola bilan chiqib ketsak, buning badalini faqat ayol to'lamaydi. Moddiy tomoniga siz javobgarsiz. Garmin soati qulaylik va zamonaviylik uchun taqilgan. Qolaversa, badalini bolaga to'latyapsiz. U yetimlik bilan, alam bilan, azob bilan to'layapti buni. Bolaligingizda 2 olsangiz, dadangiz urishardi-ku. Hozir ham alochi emassiz. Ular nega chetda qarab turishibdi? Nevarlarni sog'inishmaydimi? O'zingiz-ku bitta bolani boqa olmaysiz. Sudda kerilib turishingizga nima bor? Bilib qo'ying, nari borsa Instagram qirolichasi bo'lasiz. Bola uchun berganingiz pulingizni kamaytirmaydi, qadringizni oshiradi. Bilasizmi, bilyardda bitta qoida bor. Agar toshni to'g'ri urmasang, u teshikka tushmaydi. Hayotda ham xuddi shunaqa. To'g'ri qaror qabul qilmasang, mana shu toshlar kabi sarson sargardor bo'lib yurasan. Hayotda ham, o'yinda ham bitta qoida bor. Boshladingmi, oxirigacha borsan. Zero o'yinda ham, hayotda ham oliy hakam bor. Yuragim chil-parcha bo'lsa-da